Qanaqa qilib odam bu darajada iflos bir nasl isqirt odam bo'lish kerak? Aytinglar menga. Kechagi O'zbekistonning suverenitetining daxlsizligiga qilingan videoning ostiga o'nlab kommentariy keldi. Yana sovet bo'lsak zo'r bo'lardi, mustaqil bo'lib nima bo'ldi? Kreditlardan qiynalib ketdik, O'zbekistonda urushgani puli yo'q. Rossiyani sen nima deyapsan deb. Sen otangni unaqa himoya qilmaysiz. Men har qanday mavzuda fikr bo'linishiga qo'shilaman. Lekin vatan masalasida birodar, kechirasan, dunyoda mingga yaqin elat va millatlar bor. Lekin har bittasini davlatchiligi yo'q. Davlatchilik qadrlanishi kerak. Eng oxirgi rus bosqinidan 130 yil o'tibgina mustaqil bo'la oldik xolos. Bugun 14-yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni. Nima uchun bunday atalishini bilasizmi? 14-yanvarda O'zbekiston qurolli kuchlarini shakllantirilgan kun. Mustaqilligimizda poydevor. Hammalaringizni bayram bilan tabriklayman. Osmonimiz musaffo bo'lsin, vatan omon bo'lsin. Sog' bo'linglar.